Hammaga salom. Dushanba kunimdan bir kunli vlog. Turmush o'rtog'im ishga kuzatib, sekingina uyga yoyilgan joylarni yig'ishni boshladim. Balki qish kelgani uchunmi, bilmadim, kunim har kuni xuddi sug'uri kunidek bir xil o'tyapti. Sizda ham shunaqa bo'lyaptimi? Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham hayotimiz yaqin yangi etapga o'tadi. Farzandimiz tug'ilgandan keyin kunimiz ancha qiziqarli va yorqin ranglarga boy bo'lsa kerak. Oilalarda yaqinda farzandli bo'lganlar bormi? Kommentariyada yozib ketinglar, bizani nimalar kutyapti, nimalarga tayyor turishimiz kerak. Shunaqa qilib vanna bilan tualetda ham uborka qilib oldim. Ujinga tayyor ovqat bor edi, shuning uchun ovqat qilmadim. O'zi ham 3 litr sutga belinchik pishiramiz. Har doimgidek nimadir kamdek ko'rinib, yoniga pitsa ham tayyorlab qo'ydim. Bitta belinchik pishiraman deb gazim qo'rqinchli ahvolga kelib qoldi, uni ham tozalab oldim. Keyin turmush o'rtog'im bilan ko'chaga chiqdik. Yaqin do'stlarimiz, ularning farzandlari bilan ovqatlanishga bordik. Homilador bo'lganimdan beri yosh katta odamlarga o'xshab ko'p choy ichadigan bo'lib qoldim. Ancha gaplashib o'tirdik, bolalar maza qilib plashatkada o'ynashdi. Shu bilan bir kunimiz tugadi. Agar meni endi ko'rayotgan bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.